Bugun biz obunachim bilan lobbi o'ynab ko'ramiz. Lobbi boshqa topilmadi, shuning uchun tekin lobbidan foydalanishga qaror qildik. Unda biz yangi akkaunt, yangi kanallar bilan boshladik. PUBG o'ynaganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa ham eski akkauntni qaytarib ola olmadim. Shuning uchun yangi akkaunt ochishga qaror qildim. Yangi akkaunt ismini ko'rgan bo'lsanglar, uzun ham g'alati, chunki bu singlimni akkauntidan ochdim. O'zim akkauntim shuning uchun singlimni ismini ham o'zgartirishga qaror qilolmadim. Obunachimiz ID'sini yozib qoldirgan ekan. Obunachimiz ID'sini yozib qoldirgani uchun ID'sini topdim. Ismi not yozgan ekan. Pashti men bilan teng ekan yoshi. Obunachimiz akkaunti normal ekan. 2 yillik o'yinchi ekan. U orada PUBG'ni tashlab qo'ygan ekan. Normal o'ynar ekan. Gap yo'q. 2 raund bu o'yinimiz. Do'stlar, bu o'yinlarga hatto yaxshi o'ynamayotgan bo'lsam uzr. Yana ikkinchi raund ketdi. Ana do'stlar, obunachim bilan ikkinchi raund ketdi. Bo'ldimasam ko'p. Normal o'ynar ekan. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shuncha mehnat qilayotganimiz bekor ketmasin. O'ynamayapman. Yaxshi harakat bor. Headshot bersam mazza qilaman-da. Sizlarchi? Yaxshi teng ketyapmiz. 2 yil bo'ldi, shuning uchun o'ynolmayapman. Kommentga har xil gaplarni yozib tashlamaylar. Mana do'stlar, shot tenglashdi. Masalan 5 bo'lsa, kim yutsa shunda ko'rsatamiz. Mana oxirgi shotga ham keldik. Mana nihoyat do'stlar, kommentga o'zinglarning ID'larini yozib qo'yinglar. Keyingi safar sizlar bilan o'ynashim mumkin.
Unda bo'lmasa mayli do'stlar, sog'